Bir podshohning jazolash uchun saqlaydigan yovvoyi itlari bor edi. Kim aybdor deb topilsa, shu itlarga tashlanardi. Bir kuni podshohning eng sodiq xizmatkorlaridan biri arzimas xatoga yo'l qo'ydi. Podshoh g'azab bilan uni itlarga tashlang deb buyruq berdi. Xizmatkor esa boshini egib, men sizga 10 yil halol xizmat qildim. Menga atigi 10 kun muhlat bering dedi. Podshoh rozi bo'ldi. O'sha 10 kun davomida xizmatkor itlarga qaradi. Ularni boqdi, mehr berdi, yaralarini davoladi. Har kuni ularga g'amxo'rlik qildi. Nihoyat jazo kuni keldi. Butun saroy yig'ildi. Xizmatkor yovvoyi itlar orasiga tashlandi. Lekin kutilmagan voqea yuz berdi. Itlar unga tashlanmadi. Aksincha, uning atrofiga yig'ilib, dumlarini